Germaniyaga yo'l ochildi. Rossiyadan va asosiysi Litvadan. Mana hozir elchixonaga mana akamiz kirib chiqdi. Litvadan kirib chiqdi Vilnyusda. Aka, nemis tili kerak bo'ldimi? Mana eng muhim savol. Xudoga shukr biz kirib chiqdik. Alhamdulillah, bu yerda biror nemischa gapirmadi. To'g'ri, o'zimiz biladigan rus tilida gapirdik. Oson bo'ldi. Tushundik. Juda ko'p narsani ham so'ramadi. Dokumentlarni berdik. Indamasdan hamma yo'q kerakli narsalarni olib qoldida va biz o'zimiz aloqaga chiqamiz sizga dedi, shu bilan javob berdik. Xo'p, aka, nima ishga ketyapsiz? Mana endi o'zim bilaman, bular ham bilib qo'ysin. Xudo xolasa, endi o'zim bizning sohamiz endi shoferchilik, furada yuramiz inshaalloh. Shu shoferchilikka topshirdik. Inshaalloh kutyapmiz natijasini. Hop, hujjatlarda hammasida muammo bo'lmadimi? Yaxshi ekanmi? Hozircha yo'q. Indamasdan qabul qildi hamma yo'q. Kerakli narsalarini yetkazib berdik. Xo'p, akamiz Qirg'izistondan til sertifikat, tilni bilmasdan nemis tilini kirib chiqdi. Inshaalloh viza oladi. Yevropada bo'lsangiz ham, Rossiyada, O'zbekistonda bo'lsangiz ham bizga murojaat qiling, faqat qo'lidan ish keladigan odamlar bo'lsin va inshaalloh sizlar bilan Germaniyaga viza olamiz. Germaniya Yevropa do'stlar.